Sora, Toshkentda yashashingizga qancha ketadi? Hisoblamagan bo'lishi ham mumkin-ku odam, to'g'rimi? Hozir primerni aytsam, oho, shuncha ishlatarkan degan gap ketmaydimi-ki? Bir 3-4 ming ketsa kerak. 3-4 ming ketadi. Nimalarga ketadi? O'zimga ishlama olmaganim o'zida. Xo'p, nimalarga ishlatasiz? O'zingizga ishlama olmaganingizda? Ishxonaga, masalan, arendamga. Nech pul? Arendaga 700-800 dollar. 800 dollar ketdi, minus 3000 dan. Preparatlar. Aha. O'zim kosmetolog bo'lib ishlayman. Preparatlar bizda juda ham qimmat. Arzon preparat bilan ishlamayman. Bosib olaman. Keyingi oygacha normalniy yashashim uchun. 1000 dollar. Inaqda undan ko'p. Xo'p, men 1200 deylik, mana 2000 ketdi, yana 1000 qoldi. Bitta iPhone ketdi. Bitta iPhone ketdi. Вот. Keyin u yog'i yeb ichishim. Endi qiz bolaman, hozir yoshman, ota-onamni qaramog'ida, shunga o'rtoqlarim bilan ko'rishimiz bor, o'tirishimiz bor. Hozir masalan, o'zim o'tirishga yo'q deganda 500 ketkazayotgandirsiz, a? Yo'q deganda. O'rtacha. Endi bir oyga hisoblang shuni. Xo'p. U yoq 2,5 bo'ldi. Shunaqa. 2,5 mingcha rasxod qilasiz. Pul baxt olib keladimi? Nega yo'q? Nega ha? Misol ha bo'lsa. Xo'p, o'zingizga chiroyli kiyim oldingiz xursand bo'lmaysizmi? Xursand. Baxt degan nimani tushunasiz? Baxt bu Intervyuni menga bering. shunaqa bo'lib ketdi bor. Dunyoda baxtga erisha olasizmi? Menimcha yo'q. Bo'ldi. Unda nima bu savolni menga berasiz? Biladimi yo'q? Menimcha hammamiz jannatga tushsak, shatta ko'ramiz. Biznes qilayotganlarga maslahatingiz. Sizni qadamingizni bosayotganlar. Tavakkal qilishdan qo'rqmaslik kerak. Tavakkalni yaxshi niyat bilan boshlasanglar, menimcha zo'r bo'ladi. Siz nima biznes qilasiz? Kommentariyada yozib keting.